Nigohdan ajratishda yarashtiruv davri bekor qilinadi. Prezident yordamchisi Saida Mirziyoyeva oiladagi zo'ravonlikka qarshi qonun qabul qilingan kundan 2 yil o'tib, davlat rahbari qonunchilikka nigohdan ajratishda sudlar tomonidan tayinlanadigan yarashtirish davrini bekor qilishga oid muhim o'zgartirish kiritilishini tasdiqlaganini ma'lum qildi. Prezident yordamchisi kurash hech qachon tugamasligini ta'kidlab, buni ayollarni oiladagi zo'ravonlikdan himoya qilish, ularning huquqlarini hurmat qilish yo'lidagi katta qadam deb hisoblaydi. Shuningdek, Saida Mirziyoyeva agar oilada inson qadr-qimmati hurmat qilinmasa va u jismoniy, psixologik yoki iqtisodiy tahqirlarga duch kelsa, u yerda murosaga kelish, yarashish har qanaqasiga imkonsiz ekanligini ham aytib o'tdi. Bu nafaqat ayollar, balki shunday sharoitda yashayotgan va tarbiyalanayotgan bolalar uchun ham muhimdir. Ota-onalar esa shuni yaxshi tushunib olishlari kerak. Qizingizning zo'ravonlikdan qochib, uyiga kelishi emas, balki zo'ravonlikka toqat qilishga majbur bo'lishi haqiqiy sharmandalikdir, deb yozgan Saida Mirziyoyeva.